Assalomu alaykum do'stang bolalari. Sog' salomatmiz. Mana bahor o'tib boryapti. Sumalakning ham mavsumi o'tyapti. Ba'zilar sumalak yegisi kelsa, qachon kimdir sumalak qiladi yoki bozordan olamizmi degan tashvishda yurish mumkin. Azizlarim, sumalakni ozgina o'zingiz tayyorlasangiz bo'ladi. Buning uchun ozgina bug'doyni o'stirasiz. Havas bilan o'stirsangiz bo'ladi, o'sadi. Sumalak o'sgandan keyin bilasiz, uni qanday tartiblari bor. 3 marta mikserobkadan o'tkazasiz, 3 marta yuvasiz, 3 xil suvini olib qo'yasiz. Qozoningizga yarmiga yarasha ozgina suzma qilasiz. Suzma bu siz qatiq deb tushunmang. Suzma degan pirojkadagi mahsulotimiz bor-ku, milliy taomimiz. O'sha qozonni qizdirib beradi. Suzma pishirib olingandan keyin moyini ustiga sumalakning birinchi suvini solasiz yoki oxirgisini solasiz. Har kim har xil soladi. O'shanga yarasha un solib, yaxshilab aralashtirib, hozir juda sharoitlar yaxshi. Venchiklar bor, shular aralashtirsangiz ham bo'ladi yoki qoshiqda aralashtirsangiz ham bo'ladi. O'shani yaxshi qaynatasiz, hatto gazga ham qaynatsangiz bo'ladi. Mana biz kichkinagina qozonchada bolalar yegisi kelgan ekan, shunday qilib beryapmiz. Mana pishgandan sразу olib yeyishib, hammasi xursand. Mayli, bir marta yesa ham ertasi o'sha yegisi kelmaydi. Qani piyolaga solingchi, qanday quyuqligi qanday bo'pti. Shunday piyolani olib qo'ying. Piyolaga solingchi. Mana qolganini sizlarga ko'rsatish yodimizga tushib qoldi, azizlarim. Uzr, boshlanishda ko'rsatmabmiz. Mana shunday chiroyli sumalak chiqdi. Gazda pishgan, azizlarim. Alloh yolg'onchi qilmasin, gazda pishgan. Buni o'choqda ham pishirsangiz bo'ladi. Bolalaringizga yarasha, oila a'zolariga yarasha. Hech qanday qiyinchilik. Yakshanba kunlar, shanba kunlar qilsangiz ajoyib sumalak chiqadi. Faqat agar gazga qilsangiz, tagidagi moyini ko'proq solasiz, chunki shira tez tagi tutib qolishi mumkin. Zato qancha moyi ko'p bo'lsa, shuncha mazali bo'ladi. Agar bo'lsa, quyruq moyi soling. Bolalaringiz mazza qilib yesin yoki sariyog' soling. Menimcha quyruq moyi yaxshi bo'lsa kerak. Mana qarang, sumalak qanday haqiqiy sumalak. Bosh bo'lsin. Hammaga yoqimli ishtaha.